Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Sizlarga mana bugun xudo xolasa inshaalloh do'konimiz Arqilo bozoridan obzor qiladigan bo'ldik. Manzilimiz sizlarga ko'pchilik manzilni to'g'ri tushuntirgandan manzilimiz bilasizlar M34 katta trassa bo'yi erkin savdo, undan keyin Arqilo, mana Arqilo bozori, unisi erkin savdo. Erkin savdodan o'tganingizdan keyin Arqilo bozori M34 katta trassa, Yangiyo'l, Chinoz, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro hamma liniya Toshkent shahar kirishga ichi yurganda post. Asroda post bor. Shu postda mana yetmay, o'ng qo'lingizni yo'lingiz ustiga keladi. Kirganingizda mana pasport, shashlikxona. O'tganingizda o'sha yerda birinchi magazin bizniki hisoblanadi. Arqilo bozorida kelib bemalol motobloklar optim bazadan xarid qilishingiz mumkin. Sizlarga hozir endi buni to'g'riroq tushuntirib o'tamiz. Manzillarimizni to'g'ri tushunib oldingiz. Yana bir aytaman, shu tushuntirgan manzilim bo'yicha shu ana postdan o'tib keldilaringiz, mana shu arkadan o'tganingizda mana birinchi magazin bazamiz shu yerda, mana motokultivatorlarimiz, korobkalar hammasi shu yerda. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi sizlarga to'g'ri aytsam 17 kuchlik original bo'lgan Texas motobloklarimiz benzinoviy va dizelli variantlari. Buni ko'p joylarda 19-20 deb sotishayotgan akalar 192 bo'ladi, 19-20 bo'lmaydi, 17 kuchli yozilgan bo'ladi. 17 kuchliga 192 salerka bo'ladi, 17 kuchli yozilgan bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Akalar 192F motorlar jihozlangan 612 balon ko'rib turganlaringizda liboy anjom taqib ishlatsangiz bo'laveradi. Migroshni pluglar, xohlasangiz mana o'ngga chapga buriladigan pluglar. Bu plugni o'zini 500 ming so'mdan qilib beryapmiz. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Nechta bo'lsa bor bazada. Sotuvchi akalar ham telefon qilaveradi, muammosi yo'q. 40 ta, 50 ta, 100 ta hammasini topib beramiz. Bu satrli bo'ladi. Bunimiz 360 gradus satelit bo'ladi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Satelit qism qanday ishlaydi? Satelit qism shuni haydaysizlar. Haydagan joylaringizda mana oddiy burilmaydi. O'zimda qilganingiz burilmaydi. Bundan masalan skorga urdingiz, misol o'ng tomonni qilsangiz o'ng tomon buriladi mana. Bir taraf qotib turadi. Chap tarafni qilsangiz mana chap taraf buriladi. O'zi differensialni quvvatga ega bo'ladi. Bu benzinoviyga qo'yilgan shu 360 graduslik faqat. Chunki salarkaligimiz ham bor edi, salarkaligimiz tugadi. Mobodo kerak bo'lsa mana dizellik variantimiz ham bor. Bunisi dizelligimiz 90 graduslik hisoblanadi. Dizelligimizda sifatlari eng a'lo daraja sifat yaxshi ishlangan, chunki katta motor, katta sifatli motoblok, qurullar uzun ishlangan 192F motor bilan jihozlangan bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, buni narxlari ikkovini ham hozircha bir xil narx qo'yganmiz, 8 million so'mdan. Komplektatsiyalari 5 qatordan 10 qator frezer va bitta o'char qo'shib beriladi. Mobodo kerak bo'lsa, mana orqadagi anjomlarni ham bemalol bir sirama ko'rib chiqasizlar. Anjomlari ham juda chiroyli turibdi. Anjomlari ham yetib kelgan. Mana shu komplektatsiyasi olaman desalaringiz, misol 130 ming so'mdan mana shu ocharlar hisobida 130 ming so'mdan temirni o'zi akalar 500 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Mana universalni plugimiz esa 500 mingga universalni plug xarid qilasizlar. 500 ming so'm ataga. Ochar, plug hamma narsasi bor. Endi kattasini reklama qilganga mana shu kattalar bor, 17 kuchlik. Bunisi salarka 15 kuchlik kelaverasizlar. Sifatlari ham yaxshi ishlangan, buni ham 7 million so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Buni 7 million so'm ataga. Faqat like, podpiskani bosib qo'ysa kelaverasiz. 7 million so'm. Kapika. 17 kuchlik mana 90 graduslik oddiy bor. Buni narxlarini esa 6 million 8 mingga tushirib qo'yganmiz. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Buni ham 17 kuchlik 6 million 8 ming so'm bunisi. Bu 90 graduslik hisoblanadi. Keyingisi buni mana bunday turlaridan bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Har xil turlaridan. Aren firmasi, Germaniya standart asosida ishlangan Aren firmasi 90 gradus misol bunisi burilmaydi, chunki arenlar germanskiy standart asosida ishlaganda sifati zo'r bo'lgani uchun eng zo'ri 188F motorlar bilan jihozlangan quyma blok bo'ladi. Narxlari 8 million 500 ming so'm. Akalar bir ishlatganga yarasha yaxshi mol ishlasangiz ancha vaqt beradi. Bu ham zo'r mollardan biri. Misol motoblok olaman deganga aren ishlatadigan akalarimiz o'zi yaxshi bilishadi. Aren akalarimizga jo'natib qo'yasizlar.
Bu 8,5 million so'm 13 taligi. Tak 17 taligimizni 7 million 500 ming so'm tushirib qo'yganmiz. 1 yildan garantiyalar bu zavod tomonidan chiqqan birrak sadak yo'roq bor, hamma sizga beriladi, muammosi yo'q. 7 ga 9, 9 hamma variantidan yetib kelgan. 7 ga 9 6,5, undan kattasi 7 million so'm. Mobodo qaysidan kerak bo'lsa, mobodo arzonroqdan reklama qiling degan, arzonroqdan bor. 9 taliklarimiz 5 million so'm va buni 15 taligi bor. U ham 5 million so'm. Akalar, mana kelaverasizlar. 177, 190 motobloklarimiz. Bularda avtomat korobka, bularda sizlar uchun like, podpiskani bosib kelasizlar. 4 million 600 ming so'm. 4 million 600 ming so'm super aksiyada bo'lib ketdi. Kelib xarid qilaverasizlar. 15 talik ham 9 talik ham farqi yo'q. 4 million 600 mingdan xarid qilaverasiz. 4 million 600 ming so'm. Sifat jihatdan o'rta mo'ni motoblok sirasiga kiradi bu ham. Yaxshi nima qilib ishlataman desangiz 4 million 600 mingdan qilib beraveramiz. Mobodo kerak bo'lsa, mana har xil turdan 7 shullarda ham mavjud. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Manzilimiz to'g'ri tushuntirganmiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin.